Nima uchun bu yerda davlat ulushi yuqori dedim, boshqa o'g'itlar ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan shunday narsa ma'lumki, shunday narsa shunday ishlar tashkil qilinganki, biroz ulush davlat ulushidir. Ko'proq davlat korxonalari tomonidan ishlab chiqariladi azovatli fosforli o'g'itlar. Bunda kaliyli o'g'itlarda 12 ta katta o'sha nima bor, tashkilot bor, 12 ta tashkilot. Shulardan masalan Belarus kaliy, Mozaik, Ural kaliy, Potash Corporation, ICL degan demak kompaniyalar 12 ta yirik kompaniya butun kaliyli o'g'itlarni ishlab chiqaradi. Bu xususiy xarakterdagi kompaniyalar bo'lib, ishlarni shunday darajada to'g'ri yo'lga qo'yilganki, ishlar o'sha o'g'it me'yorini kerakli demak o'sha kerakli miqdorda jahon bo'ylab soat shaklida soatdek tizimli ravishda yetkazib bera oladi. Masalan, bir yil zaxirasi ko'payib ketib, bir yil kamayib ketib yo boshqa bo'lib ketmaydi. Bu zaxirasini doimiy ravishda demak ta'minlab turish imkoniyatini beradi. Ya'ni o'z imkon qadar mukammal darajada ishlashga harakat qilinadi. Shuning uchun kaliyli o'g'itlarda nisbatan masalan ortiqcha yig'ilib qolish yoki yetmasdan qolish yoki boshqa xususiyatlar unchalik kam uchraydi. Demak, potensial imkoniyati 42 million tonnadan oshar ekan. Kaliy zaxiralarini faqat bir nechta hududlarda to'plangan. Asosan demak MDH mamlakatlari, Shimoliy Amerika, Germaniya va O'lik dengiz mintaqasi kiradi. Demak, potash rezervlari, kaliy demak zaxirasi boshqa davlatlarda demak 8% zaxira mavjud ekan. Kanadada 46% mavjud ekan, Belarusiyada demak 8%, Rossiya Federativ Respublikasida 35% tashkil qilyapti. Demak, Braziliyada 3% atrofida tashkil bo'lyapti. Ularning hammasi o'sha kaliyning zaxirasi hisoblanadi. Ya'ni o'sha mavjud zaxiralar hisoblangan. Bundan tashqari boshqa hududlarda ham bor. Ayrim boshqa hududlarda ham kaliy konlari zaxira mavjud. Ular juda katta miqdorni tashkil qilmaydi. Shuning uchun bu katta zaxiraga ega bo'lgan maydonlar kiritib o'tilgan. Dunyoda kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarish korxonalari bor, yo'g'i o'nlab mamlakatlarda joylashgan bo'lib, 80% yaqini demak eksport qilinadi. Shuning uchun kaliyli ishlab chiqarishda o'ziga xos xarakterlardan bittasi nima? Ya'ni ular ishlab chiqarish bitta joyda 3-4 davlatda chiqadi-da. Aytaylik, mana Kanada, Rossiya Federativ Respublikasi, Belorussiya, Germaniya, Isroil, boshqa davlatlar. Va sanoqli davlatlarda ishlab chiqariladi. Demak, 80% shuning uchun ham eksport qilinadi. Hamma o'zini joyida ishlab chiqara olmaydi-da. Bu shuning uchun butun dunyo bo'yicha kaliyga talabni boshqarish juda muhim omil hisoblanadi. Aytaylik, yetkazib bera olmaydigan bo'lsa, o'z vaqtida yetkazib bera olmaydigan bo'lsa, hosil keskin tashlab oladi. Mana shuning uchun bunga o'sha zo'r ishlaydigan mutaxassislar, yaxshi ishlaydigan o'sha korxonalar, tashkilotchilar kerak bo'ladi. Albatta, kaliy bo'yicha zaxirasi yetkazib berish bo'yicha hech qanday dunyo bo'yicha muammolar kam kuzatiladi. Potash eksporti 2010-yilda 28 million tonnani tashkil qilyapti. Oziq-ovqat hisobida 28 million tonnani tashkil qilyapti. 2020-yilda bu ko'rsatkich esa 32,8 million oziq-ovqat hisobida demak to'g'ri kelyapti. Shundan 1/3 qismi demak Kanadaga to'g'ri kelyapti, keyin Rossiya Federativ Respublikasi, Belorussiya, Germaniya, Isroil davlatlariga demak o'sha yuqori miqdorlarda eksport qiladigan davlatlar hisoblanadi. Endi kaliyni ishlab chiqarishda sohasidagi o'zgarishlar asosan global nima desak bo'ladi? Butun dunyo miqyosida kaliyga bo'lgan talab, narxda o'zgarib turishiga Hindiston va Xitoyning talabi juda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, agroyoqilg'i ishlab chiqarishga bo'lgan talabning o'sishi ham kaliyni narxiga albatta ta'sir qiladi. Ayniqsa makkajo'xori, soya va guruchni masalan massiviy ekilishi dunyo bo'yicha. Makkajo'xori, guruch yoki soyani shunda butun davlatlar ko'p ekadigan bo'lsa, albatta kaliyli o'g'itlarga bo'lgan talab oshib ketadi. Va bu o'zidan narxga ham ta'sir qilishi ehtimoli mavjud.
Demak, asosiy kaliyni importyor davlatlar nimalar qiladi? Amerika 22% tashkil qilyapti, Hindiston 14%, demak, Braziliya 14%, Xitoy 12% tashkil qilyapti, boshqa davlatlar demak 38%. Demak, boshqa davlatlar o'ziga import qilyapti mahsulotlarni, demak, kaliyli mahsulotlarni import qilyapti. Demak, import ichida ham o'sha agroyoqilg'i birinchi navbatda agroyoqilg'i talabi, agroyoqilg'ini ochib agar yoqilg'iga bo'lgan talabni oshib borishi ham bunga talabni keltirib chiqaradi. Shuningdek, yuqorida aytganimdek, makkajo'xori, guruch va soyani ekilish. Mana shu to'rtta katta omillar butun kaliyga bo'lgan talabni keskin oshirib yuborishi mumkin. Yillar davomida o'zgarishlar bo'lib turadi. Bir yil talab yuqoriroq bo'lsa, ikkinchi yil masalan uchun pastroq. Mana shu mahsulotlar hisobidan talablarni o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Endi potash kaliy narxini o'zgarib borishi qanaqa o'zgarib borgan? 1960-yildan boshlab demak, kaliy narxi 2020-yilgacha $400 ko'tarilib boryapti, $350 ko'tarilib boryapti. 2010-yilda bir maksimal chegaraga chiqqanligi, 2020 maksimal chegaraga bir chiqib nominal, demak, deyarli nominal miqdori oshib boryapti. Kaliyga bo'lgan talab demak yil davomida talabning oshib borishi, aholi sonining ko'payib borishi, maydonlarning cheklanganligi. Xullas, nima desak bo'ladi? Bu yerda aholi soniga bo'lgan oziqaga bo'lgan talabni oshib borishi, ekinlar cheklangan, ekin maydonlari cheklangan, lekin aholi soni oshib bormoqda. Bu o'zidan o'sha gektaridan olinadigan hosildorlikni oshirishga to'g'ri qo'shiladi. Oshirishga kerak bo'ladi. Mana shu hissiyot tufayli demak kaliyli o'g'itlar juda muhim rol o'ynaydi. Buning hisobidan demak doimiy ravishda 2020-yilgacha miqdori narxi stabilni oshib bormoqda. Bu o'sha talabdan kelib chiqyapti. Demak, kaliyli o'g'itlar, xomashyo konlari yuqorida aytganimdek dunyo bo'yicha O'rta Yer dengizi atrofida, keyin nima Kanada, demak Braziliya, Isroil davlatlarida ko'proq demak ishlab chiqariladi. Asosan o'sha 10tacha davlat butun kaliyli o'g'itlar xomashyosining asosiy zaxirasi hisoblanadi. Ya'ni 80%da demak ular eksport. Bundan tashqari o'sha MDH davlatlarida ham, boshqa davlatlarda ham kaliyli o'g'itlar ko'proq ishlatiladi. Ishlab chiqariladi. Kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarilgan xomashyo sifatida asosan kaliyda ikki xil nimasi ko'proq ishlatiladi. Umuman olganda kaliyli xomashyolari, ya'ni xomashyo tarkibi jihatdan bir-biridan keskin farq qiladi. Misol uchun asosiy o'sha kaliyli o'g'itlar ishlab chiqaradigan xomashyo selvenit hisoblanadi. Kaliy va natriy xlor selvenit hisoblanadi. Demak, unda selvenit hisoblanadi. Bu o'sha misol uchun o'sha kaliy va natriy xlor birikmasini tashkil etadi. Bundan tashqari shenit degan moddalar bor. Masalan, kaliy sulfat, magniy sulfat va sulfatliklar miqdoridan olinadigan moddalar hisoblanadi. Bular endi o'sha xomashyo tarkibiga qarab turib qanday mahsulot olinishi demak belgilab olinadi oldindan. Xullas, kama konlari ancha yirik konlardan bo'lib 12 milliard tonnadan ziyod o'sha atrofida joylashgan. Solikamsk, Bereznyaka atrofida joylashgan konlardan bo'lib juda katta zaxirasiga ega bo'lgan demak kaliy koni ekan. Ikkinchi kaliy tillarining eng yirik konlaridan bittasi Belorussiyaning Starobinsk, Petrolsk, Ukrainaning Karpat tog'lari atrofida Kalush, Galinsk, Stepnikovskiy konlari joylashgan. Demak, bular o'sha asosiy Rossiya Federativ Respublikasida, Ukraina atroflarida kaliyli o'g'itlarni ishlab chiqariladigan konlar. Solikamsk tuz axlatxonasi 438 gektar maydonni egallagan. Ya'ni tuz qazib olishdan qolgan zaxira qoldiq moddalar mana shu tog' shaklida juda katta maydonlarda to'planib qoladi.